o'rtoqlar magnitniy bo'lganda mana shunaqa qilib chap burnilarga bitta salfetka, qulog'inglarga bitta salfetkani tiqib olsanglar magnitniy ta'sir qilmaydi. Magnitniy burya yaxshi narsa emasda, boshni aylantiradi, daleniyani ko'taradi. O'shaning uchun mana quloqqa burunga salfetka tiqib olsanglar magnitniy tepa labinglardan chiqib ketadi mana. Do'tin shuradagi mana hozir may oyida juda yuqori darajadagi magnitniy bo'ra bo'lar ekan. Shu magnitniy bo'ra bo'lganda ko'tara olmaydiganlar sog'lig'iga nima maslahat berasiz? Maslahatim shundan iboratki, agar magnitniy burya bo'ladigan bo'lsa, magnitniy buryada chap burnilarga salfetka tiqib, o'ng qulog'inglarga salfetka tiqib olib, mana bunaqa qilasizlar. deb 10 ta qilsanglar, magnitniy burya sizlarga ta'sir qilmaydi. Magnitniy burya tepa labinglardan chiqib ketadi. Mana magnitniy burya. Demak, davleniyasi borligi jo'natib qo'yishsin, shu. Ha, davleniyasi borlarga jo'natib qo'yiladi. Salfetkani esdalikka olib qo'yamiz.